Assalomu alaykum. Bu obyektimiz tugadi, xudo xohlasa. Patologlar 1 dan 10 gacha bo'lgan bahoni beringlarchi. Nima deyapti? Shapkalar. Xudo xohlasa mana eshik romlarni o'rnatib ketishdi. Ertaga aynaklarni olib kelib qo'yishib ketsa bo'ldi. Metdan burchakgacha 970. Bu yog'i 6. Почти 16 metr. Manaqa eshigimizdan 3 ta mana shunaqa eshik bor. Bitta dushka eshik qo'yilgan u ichkarida. Mana 4 ta portchka. Mana shuni hammasi mustahaqli, hammasi ichida mana shu eshik rom 21 million bo'ldi. Qimmatmi, arzonmi bir baho berasizlar. Kommentariyada o'z izohlar qoldirasizlar.